Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Muslim keltirilgan hadis, Rasululloh aytadilar, kim Kahf surasining oxirgi 10 oyatini o'qisa, Dajjal fitnasidan saqlanadi deganlar. Masih Dajjalning fitnasi haq, oxir zamonda sodir bo'lishligi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabarlarni berganlar va mana shu fitnadan qutulishlikni ham payg'ambarimiz ishoralari qatorida shu hadisni aytganlar. Yana bir hadisda kim Kahf surasining avvalidan 10 oyatni yod olsa deb aytganlar. Muhimi qaysinisi bo'lganda ham mana shu Kahf surasini o'qishlik Masih Dajjalning fitnasidan omonda bo'lishlikka sabab bo'ladigan ishlardir. Bu sura inson bolasini har bittasiga duch kelishi mumkin bo'lgan sinovlar, mansab, mol-u dunyo yoki bir hasad, harislik, dunyoda bir katta bir imkoniyatlarga ega bo'lishlik, shunga o'xshagan sinovlarga duch kelinganda insonni o'zini qanday tutishligiga dars, ibratlar bor. Alloh taolo mana shu surani o'qirkanmiz, oyatlarini o'qib, tadabbur qilib, amal qilishlikka hammamiz Alloh taolo muvaffaq qilgan bo'lsin. Qur'onning ulug'ligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man ta'allamal Qur'ana matta'ahu Allohu bi aqlihi hatta yamut." Anas roziyallohu anhudan kim Qur'onni ta'lim olsa, shu kishi to vafot etgunicha Alloh uni shu kishini o'zini aqli bilan ne'matlantiradi. Ya'ni Qur'on Alloh taoloning mo'jizasi. Inson Qur'onni ta'lim olar ekan esi ketib qolmaydi. Qaraganda ham, yoshi ulg'ayganda ham es hushi joyida bo'ladi. Chunki bilasizlar birodarlar, Alloh taoloning bergan ne'matlari son sanoqsiz. Ana shu ne'matlardan bittasi, qadrlilardan bittasi, hammasi ham qadrli-ku aql. Agar insonning hamma yog'i joyida bo'lib, aqli bo'lmasa, komil bo'ladimi bu inson? Demak, Qur'onni o'rganishlik bilan insonning aqli komil bo'ladi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab va lam yaj'al lahu iwaja. Bu Qur'onda birodarlar biron bir egrilik yo'q. Biron bir adashishlik, xato, haddidan oshishlik, kamchilik, g'ofillik yo'q. Modomiki Alloh azza va jallaning kalomimi, Alloh komil zot, benuqson zot. Demak, Alloh taoloning kalomi ham shunday bo'ladi. Hammamiz bilgan, ko'pchiligimiz bilgan Mulk surasi. Astag'firu billah. Allazi xalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi xalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. U Alloh azza va jalla 7 osmonni ustma-ust qilib yaratgan zotdirki, siz u Rahmonning, mehribon zotning yaratishida biron tafovutni, nuqsonni ko'rmassiz. Alloh taolo nimani yaratgan bo'lsa, komil suratda yaratgan. Endi ko'zingizni yana samoga qaytaringchi, unda biror futur, yorug'ni ko'rurmisiz? Osmonga qaraganimizda bir o'ylab ko'rganmizmi, qayerga ulangan ekan shuni deb. Buni kim yaratgan? Har qanday aybdan pok bo'lgan, mukammal qudrat egasi bo'lgan Alloh azza va jalla yaratganmi? Demak, bu osmonda biror bir yorug' futur bo'lmaydi. So'ngra ko'zingizni yana qayta samoga qaytaring. Ko'zingiz sizga charchab, holdan toygan holda qaytur. Lekin Alloh taoloning maxluqidan, mana shu osmondagi maxluqidan biron nuqsonni topmas. Osmon, koinot Alloh taoloning maxluqi. Qur'on Allohning kalomi. Komil bo'lgan Robbimizni maxluqlari mukammal bo'lgandek birodarlar, yaralishida. Allohning kalomi ham mukammal. Nuqson kamchilik yo'q. Birodarlar, kitob borki, unda bir adashishlik albatta bor. Faqat Qur'onda yo'q bu narsa. Eng zo'r shoir bo'lsin, eng zo'r adib bo'lsin, eng kuchli yozuvchi bo'lsin, albatta bitta kitobning o'zida bir necha marta bir qarama-qarshiliklar chiqadi. Faqat buni biz e'tibor bermaymiz. Chunki Alloh taolo o'zining kitobidan boshqa har qanday kitobda nuqsonli bo'lishini xohladi. Faqat Qur'on benuqson. Bu Qur'on bizga nimani o'rgatadi? O'limni borligini eslatadi. Azizlik bilan birga xorligi borligini eslatadi. Har bitta ishda hisob kitobi borligini eslatadi.
har bitta ishni kuzatuvchisi bor ekanligini eslatadi va qiyomat kunida har bitta qilingan katta kichik ishni mukofot yoki jazosi borligini eslatadi. Birodarlar, doim bir xil bo'lavermaymiz. Yoshlar hozirgi quvvatimiz vaqtincha. Chunki otalarimizga quloq solsangiz, bular ham sizlardaqa bizdaqa quvvatli bo'lgan. Zehnlari bunaqa bo'lmagan hozirgidaqa. Xotirasida bir narsa turmaydigan bo'lib qolgan. Siz bilan bizniki ham shunday. Biz ham qaraymiz, Alloh nasib qilsa. Alloh nasib qilsa qarilikka yetsak, biz ham zaif holatga kelamiz. Bizni ham ortimizdan o'lim farishtasi xarador bo'lib keladi. Ana undan keyinchi? Ana undan keyin abadiy rohat bo'ladi yoki abadiy azob bo'ladi. Qur'on bizga nimani ta'lim beradi? Bugungi kuning bilan aldanma deydi. Bugungi kun bilan aldanma. Chunki bugungi kun hozir bor, ertaga yo'q bo'ladi. Ibrat ertangi kun bilan bo'ladi. Haqiqiy yutgan odam, birodarlar, yeb ichib yaxshi yashab ketgan odam yutdi emas. Mana shu vaqtincha dunyoda oxiratiga ishlab qolgan odam yutdi. Kim yoshligi bilan aldanib qolyapti? Kim boyligi bilan, kim mansabi bilan? Alloh taolo siz bilan bizni mana shu kitobida ogohlantirib aytadiki, astag'idu billah, fala taghurrannakumul hayatud dunya va la yaghurrannakum billahil g'urur. Bas, hargiz sizlarni hayotda dunyo aldab qo'ymasin. Va hargiz sizlarni g'urur, ya'ni shayton aldab qo'ymasin. Shayton oldaydi. Hali yozsan deydi. Bilgiysan deydi. O'ynab ol deydi. Umringda bir marta bo'ladigan to'y. Bir chiqsang chiqibsan-da o'sha mashinaga. Keyin nima qilib olasan? Tavba qilib olasan. Keyin nima qilib olasan kelindi ham? Tarbiyalab olasan. Aldab qo'ymasin, birodarlar. Aldab qo'y. Umringda bir marta bo'ladigan to'yingni ma'siyat, gunohga to'ldirasanmi? Isrof bilan o'tkazasanmi? Shayton mana shunday deb oldaydi. Inson g'ofil bo'ladi, adashgan bo'ladi, chalg'igan bo'ladi. Dunyoni dirham, dinoriga, dunyoni shahvatiga, zeb-ziynatiga aldangan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan, mana Imom Termiziydan keltiriladi hadis. Rasululloh aytadilar. Qarang, kitob bizga nimani ta'lim beryapti? Televizorda yasagan, televizorda yon boshiga nima qo'shib beradi? O'z lillahil masalul a'la. Instruksiya po применению deydi. Olasiz, bilasiz, to'rtta knopkasini ishlatishni, bunday yoqishni bilasiz, kanaldan kanalga olishni bilasiz, shuni bilasiz. Ichida bir dunyo funksiyasi bo'ladi. Agar kitobini tashab qo'ysangiz, bu televizorda ichidagi imkoniyatini 90% ni ishlata olmaysiz. To'g'rimi? Masalan, telefoninglar bor, oddiy qo'linglardagi. Kim aytadi men ichidagi imkoniyatini 90% ga ishlata olaman deb? Oz nimalar. Alloh taolo koinotni yaratdi, insonni dunyoga keltirdi va mana shu koinotda qanday yashash kerakligini Qur'onni tushunib o'rgatib qo'ydi. Endi odamlar Qur'onni bir chekkaga qo'yib qo'yib, o'zi bilgandaqa yashayapti, o'shuning uchun o'zi bilgandaqa yashayapti. Topgani ham norozi, topmagani ham norozi. Bori ham ming'illayapti, yo'g'i ham ming'illayapti. Sog'i ham shukr keltirmayapti, kasali ham shukr keltirmayapti. Chunki Alloh taolo bergan kitob bo'yicha yashaganida zo'r bo'lar edi. Qarang, qanday yashash kerak edi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man kanatil axiratu hamma, ja'alallohu ghinahu fi qalbihi." Kimning g'ami oxirat bo'lsa, kimning g'ami oxirat bo'lsa, ya'ni dunyoga kelishdan maqsadi Allohning roziligi. Hamma ishidan maqsadi Allohning roziligi bo'lsa, nima bor unda? Unda nima bor? Alloh boylikni, ya'ni xotirjamlikni uning qalbiga joylab qo'yadi. Rozi bo'ladi hayotidan, qancha bo'lsa ham qo'lida. Ishini jamlaydi. Ishini boshi bor, oxiri bor. Dunyo unga oqib keladi, vaholanki u behojat bo'ladi u narsadan. Keptimi? Ha, bo'pti. Alhamdulillah. Endi va man kanatid dunya hamma ja'alallohu faqrahu bayna aynayhi. Ammo endi kimning g'ami dunyo bo'lsa, unda nima bor? Haligi karra deb qo'yinglarda tushunish uchun osonroq. 2 kere 2 bo'lsa 4, 3 kere 3 bo'lsa 9.
Shuni haqiqat bu. Agar o'xshatish mumkin bo'lsa, agar oxirat g'ami birinchi o'rinda bo'lsa, hamma g'am tashvishing Allohning zimmasiga, agar hamma g'aming dunyo bo'ladigan bo'lsa, unda nima bor? Kimning g'ami dunyo bo'lsa, Alloh uning ikki ko'zini o'rtasiga uning faqirligini bitib qo'yadi. Farqi yo'q qo'lida qancha dunyo borligi. Bu faqir deb peshinasiga yozib qo'yilgan. Akalar, biram katta korporatsiyalarda prezidentlari bor. Biram katta bir konsernlarda xo'jayinlari bor. Yetmaydi shularga. Agarchi o'sha bosib qo'ygan pulini nonda o'rnida yeganida qog'ozini u sarf qilib pas tugamas edi. Lekin nimaga yetmaydi ularga? Alloh payg'ambarimiz aytib qo'yapti Qur'on bergan ta'lim bilan. Chunki uni g'ami nima edi? Muncha bo'lsa yetarli deysiz. Bo'ydoqchilikda. Deb mashina bo'lardi. To'rtta mashina bo'lsa bo'ldi. Bo'lganlar qo'l ko'tarmanglar. Yetdimi? Yetmadi. 20 ta dedingiz, yetdim, yetmaydi. Chunki payg'ambarimiz aytib qo'yapti bu hayotning formulasini, agar aytish mumkin bo'lsa. Agar g'aming dunyo bo'lsa, hech qachon boy bo'lmaysan. Chunki doim nima qilaveradi? Yetmay turaveradi. Alloh uni ishini sochib qo'yadi. Dunyodan esa faqat unga yozilgan narsagina yetib keladi. Demak, bu Qur'on siz bilan bizga mana shu hayotni, koinotni yaratgan zot Alloh azza va jallani ta'limotini beryapti. Qanday yashashligimiz kerakligini Qur'on siz bilan bizga ta'lim beradi. Dunyo ne'matlarini birodarlar oxiratda ne'matlarga hargiz taqqoslab bo'lmaydi. Mana o'tgan darsimizda aytdik, hozir bir yengil qilib takrorlab qo'yamiz. O'tgan darsimizda nima bilan tugatdik darsimizni? Kim esida bor? Guruch sanadik. Qoshig'ida bizga bug'doyni sanadik. Eslaysizlar? Alloh taolo haqiqiy yutuqqa yetgan bandalar oxiratda yetishligini xabarini bergan. Dunyoda yetmay qolishi mumkin, xo'p. Dunyoda topolmay qolishingiz mumkin, xo'p. Lekin bu yutuq yoki yutuq emas. Dunyoda Allohni tanimasdan o'tganlarning oqibati nima bo'ldi borgan joyi? Aytinglarchi. Mana haqiqiy yutuq bugungi kun bilan aldanib qolmaslik. Qiyomat kunida najotga yetishlik, mana shu haqiqiy yutuq. Dunyodan chiqib ketayotganda jannatiylar qatoriga kirib borishlik haqiqiy yutuq. Odamlarning ko'plari mana shu narsadan bexabar, Robbilaridan g'ofil qolyapti. Kitobdan bexabar, uni hukmlariga amal qilishlikdan g'ofil. Dunyoda inson, yana ham soddaroq misol, mana elektritsizva, tok. O'zini umumiy qoidasi bor. Butun dunyoga bir xil ta'sir qiladi. Izolyatsiyasi bo'lish kerak. Bez izolyatsiya uni ushlab bo'lmaydi. Mana umumiy qoidalari bor 1 2 3 4. Rioya qilmasangiz tok nima qiladi? Deb qo'ymo, yosh katta odam ekan, urmay buni deydimi? Demaydi. Qo'lingiz deb ketib tepadi, adashib deb ketsiz ham tepadi, unga baribir. Chunki qoida shunaqa. Agar inson dunyoda Alloh taoloni tanimasa, Allohning hukmi bilan yashamasa, albatta halokatga uchraydi. Dunyoda halokat, oxiratda halokat. Dunyodagi halokat nima? Davosi yo'q kasal va hech qachon to'ymaydigan qalb. Hech qachon to'ymaydigan qalb. Birin-ketin kelayotgan musibatlar, tugamaydigan orzu-havaslar, hayotdan norozilik, yana Alloh bilgan boshqa bir musibatlar. Masalan, bir odam nimaga riboga pul oladi? Tijoratini nima qilish uchun? Yo'q. Yo'q. Kattaytirish uchun. Nima, yetmayatuvdimi? Uyi bor edi. O'sha kunlik tirikchiligini topib, qonini, bola-chaqasini to'g'izayatuvdi. Faqat nima bo'lmayatuvdi? Ona oladaqa qila olmayatuvdi. Onandaqa mashina mina olmayatuvdi, onandaqa 10 ta mashina bilan to'yga chiqa olmayatuvdi. Aytyapmiz, kitob bo'yicha yashamasa insonda qalbi to'ymaydi hech qachon. Yaxshi niyatda oladi, yaxshi niyatda
kichkinagina kredit oladi, keyin ham yo'q katta bo'lib ketadi. U kreditni yopish uchun yana nima oladi bu yerdan? Yana bitta kredit oladi. Aytayapmiz-ku, Allohning kitobidan chiqib ketgan odam bitta musibatdan chiqsa, ikkinchisiga tushadi kattarog'iga. Shuning uchun kitob bo'yicha yashagan odam hayotdan o'zi rozi bo'ladi. Inachi odamlar chuchvarani xom sanaydi. Alloh taolaning arqoni uzun. Alloh taolaning qozoni qaynaydi sekin degan gaplarimiz bor. Qarang-da, ana shu Alloh taolo aytgan qonundan chiqib ketgan odamlar vaqt o'tishligi bilan oxiri nima bo'ldi? Ana shu riboga pul olayotgan paytda xursand ko'zlari bilan suratga tushadi. O'tgan safar ham aytdim. Xursand ishlar yurgizishligi uchun qandaydir kredit oldi, pul oldi. Birodarlar, 2 yildan keyin holini so'raylar o'sha odammi? 3 yildan keyin so'raylar, nima bo'ldi holati? Olayotganda xursand edi. Oqibati nima bo'ldi? Biz aniq aytar edik, olayotganda chataq bo'lasan dedik. Qayerdan bilasan sen? G'aybni kim biladi deysan o'zing? G'aybni Alloh biladi deysan-ku. Qayerdan bilasan sen 2 yildan keyin nima bo'lishini? Birodar, Allohning kitobida kim riboga pul olsa, fa'zanu bi harbi minalloh, Alloh bilan urushlikka tayyor tursin degan. Payg'ambarimiz aytgan, riboga kim pul olsa, Alloh va payg'ambar bilan urushaman degan bo'ladi degan. Alloh bilan urushi bo'ladi. Nima haqida gaplashyapmiz o'zi? Kahf surasini tafsir qilyapmiz. Nima demoqchimiz? Alloh taolo bu kitobni tushirdi, hayotda qanaqa yashash kerakligini o'rganishligimiz uchun. Liyunzira ba'san shadidan min ladunhu va yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. U zot kofirlarni o'z huzuridan keladigan qattiq azobdan qo'rqitish va yaxshi amallar qiladigan mu'minlarga o'zlari abadiy qoladigan go'zal mukofot, jannat xushxabarini berish uchun tushirdi. Demak, ikkita narsa aytilyapti. Kofirlarni jahannamdan ogohlantirish uchun tushirdi kitobni. Ikkinchisi, mu'minlarga abadiy jannat borligini bashoratini berishlik uchun. Demak, insonlar bu oyatlarning oldida ikki xil o'rinda turadi. Yo jannat bashorat qilingan mu'minlar qatorida bo'ladi, yo jahannam bashorat qilingan kofirlar qatorida. Uchinchisi yo'q. Uchinchisi yo'q. Demak, Allohning kitobi bilan yashagan mu'minga bitmas tuganmas, cheki yo'q, oxiri yo'q jannat va'dasi aytildi. Qaytarib qo'yamiz o'tgan safargi so'zimizni. Bir qoshiq bug'doy necha dona dedik? Sanab ham chiqqanlar bo'lgandi. Bitta odam sanadimi? Nechta chiqdi? Bir qoshiq, katta osh qoshiq bug'doyni sanasa donasi 1,5 ming dona chiqib turgan amakimiz aytayapti. Endi ana shu bir dona bug'doyni ezib un qilganda nechiga bo'linadi? 1000 ga bo'linar. Bir qoshiqda qancha bo'ladi un? Bir qopda qancha bo'ladi un? Har bittasini yil deng. Necha yil bo'ladi bu? Bir odam chuqur nafas olib 100 milliard desin. Yana bitta chuqur nafas olsin. 100 trillion desin. Bitta odam tug'ilgan kunidan o'lgunicha 100 trillion desin. Nechi bo'ladi? Lekin baribir o'sha raqamda ati bo'ladi. O'sha oxirgi noli bo'ladi, cheki bo'ladi. Ammo oxiratda oxiri yo'q, birodarlar. Oxirat diyorining cheki yo'q. Aytinglarchi, 70 yil, 80 yil zo'r obod hayot kechirib turib, abadiy cheki yo'q jahannamda qolib ketishlik arziydimi? Nuh alayhisalom 950 yil yashadi. Qani u kishi? Abadiylikda oldida 950 nima degan narsa? Siz bilan bizga Alloh taolo 60 yil, 70 yil umr berdi. Kelinglar shu 60 yil, 70 yilda Allohga qulchilik bilan o'tkazaylikda, oxirat diyorida Alloh taoloning aziz mehmonlari qatorida bo'laylik. Shuning uchun hukamolardan biri aytgandek, ey o'g'lim, oxiri jahannam bo'lgan rohatning nimasi rohat? Oxiri jannat bo'lgan mashaqqatning nimasi mashaqqat? Modomiki agar siz bilan biz dunyoda yashab, oxiri jannat bo'lsa hayotimizning natijasi. Dunyodagi mashaqqat qaysinisi mashaqqat bo'ladi? Dunyoda zo'r yashasangiz, oxiri jahannam bo'ladigan bo'lsa, bu rohatning nimasi rohat, birodarlar?
Qul mata'ud dunya qalil. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, ularga ayting, dunyo matosi ozginadir. Dunyo matosi ozginadir." Agar yer yuzidagi hamma boylik bitta odamniki bo'lganda ham Alloh nima deyapti bu matoni? Ozgina deyapti. Kim biladi? Biz bilamizmi, Alloh biladimi? Shunaqa puli ko'p deydi, o'zi ham bilmasa kerak qanchaligini deydi. U siz bilan bizga o'xshagan odam berayotgan o'lchov ko'p deyapti. Alloh nima deyapti? Bitta odamning puli demayapti. Mata'ud dunya, dunyoni hamma puli arzimagan. Ozgina. Sizlarga berilgan narsalar faqat hayotda dunyoning mato va ziynatlaridir. Alloh huzuridagi ajr va mukofot esa yaxshiroq va boqiyroqdir. Axir aql yurgizmaysizlarmi? Firavn. Qur'ondagi go'zal qissalardan Musa alayhissalomni mo'jizasini ko'rishganidan keyin Firavnning 40 ta sehrigari iymon keltirishdi. Shart iymon keltirishdi. Shunda Firavn men ruxsat bermasdan turib senlar unga iymon keltirishdingmi dedi. Ya'ni tug'yonda men ruxsat bersam kalima keltirishing kerak deb turibdi. Firavn aytdi: unga men izn bermay turib iymon keltirdingizmi? Shak shubhasiz u sizlarga sehr o'rgatgan kattangizdir. Bas, endi albatta oyoq qo'llaringizni qarama qarshisiga kesurman va sizlarni xurmo shoxlarga osurman. Ana o'shanda qaysinimiz, ya'ni meningmi yoki Musoning xudosining azobi qattiqroqmi, uzunroqmi bilib olibsizlar dedi. Mana endi senlarni azoblab o'ldiraman, ko'ramiz kimi azobi qattiqroq dedi. Ular dedilar. Kimlar? Iymon keltirgan sehrgarlar. Bizlar hargiz o'zimizga kelgan aniq hujjat mo'jizani va bizlarni yaratgan zotni qo'yib seni tanlamaymiz. Bas qiladigan hukmingni qilaver, sen faqat mana shu dunyodagina hukm qilursan. Qanaqa mansabing bo'lsa, qanaqa quvvating bo'lsa, nima qo'lingdan kelsa qil, chunki sen faqat mana shu dunyoda bir ish qila olasan. Savol: qani Firavn hozir? Qani o'sha iymon keltirgan sehrgarlar? Firavn 100 yil yashadi deb faraz qiling. O'sha o'zini zamonidagi mutlaq podshoh edi. Mutlaq hukm qo'lida edi. Savol: qani ular hozir? Firavn yutdimi zulm qilib, mu'minlarni qatl qilib yoki zulm ko'rib, qatl bo'lib, sehrgarlar iymon keltirgan musulmonlar yutdimi? Shuning uchun birodarlar, aldanib qolmaslik kerak pulimizga, mansabimizga, kursimizga. Chunki Alloh taoloning huzuriga borganda birodarlar bir xil turamiz. Nima demadinglar? Qabrga yo bir narsa bilan qo'shib ko'miladimi? Dunyoga qanday kelgan edik? Bir xil, a? Chiqishligimiz ham bir xil. Demak, haqiqiy yutuq dunyodan chiqib ketayotganda Alloh taoloning rizosini topib chiqib ketishlik. Mayitni qo'yishadi qabrga. Mayit uni dafn qilayotganlarni, tashayotgan tuproqlarni ovozini eshitib yotadi. O'shiga qo'yib ko'ring o'zingizni bir xayolan. Kafanlashdi, oxirgi yo'lida qo'yishdi, turpoq tushdi, qorong'u bo'ldi. Eshitib yotibsiz. Nimalardan pushaymon bo'lasiz? Nimalarga quvonasiz? Qolib ketgan mol dunyoyingiz esiga keladimi? Nimani ham tashvishida bo'lasiz? Oxirgi odamning oyoq tovushi ham ketdi. Kim qoldi? Alloh taolo aytadi shunda: "Ey banda, tuproqqa qo'yishdi, yolg'iz qoldirib ketishdi. Birortasi qoldimi yoningda? Agar qolganda ham senga foydasi bormidi? Endi faqat men borman. Men hargiz o'lmayman, abadiy tirikman. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom." Yer yuzidagi barcha narsa foniydir. Hamma narsa. Siz bilan bizdan foniymiz, mansabi, moli, dunyo, fitna, azob hamma yoq foniy.
buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzi o'zigina mangu boqiy qolur. Qul mata'ud dunya qalil. Ayting ey Muhammad, dunyo matosi ozgina. Qalu ittakhadallohu walada va yunzirul ladina qalu ittakhadallohu walada. Bu kitob yana nimaga tushdi? Mo'minlarga abadiy jannatni bashoratini berish uchun tushdi va Allohning bolasi bor degan kimsalarni qattiq azobdan ogohlantirishlik uchun tushdi. Mana bilasizlar birodarlar, nasorolar Allohning o'g'li bor deyshadi. Alloh taologa tuhmat qilishadi. Alloh taologa bo'xton qilishadi. Ular Allohning bolasi bor dedilar. Ularda bu haqida bilim yo'q. Qur'on bizga bilmagan narsamizni gapirmaslikni buyurdi. Musulmon odam faqat bilgan, aniq hujjat dalili bor narsani gapiradi. Shuningdek o'zlarining ham, ota-bobolarining ham biron bilim ma'rifati bo'lmagan holda ularning og'izlaridan chiqqan so'z og'irdir. Ular faqat yolg'on so'zlaydilar. Allohning bolasi borligi haqida ularga bir hujjat dalil keldimi? Yoki bular to'qib olishdimi? Musulmon odamning boshqalardan farqi shunda. Qur'ondan dalili bo'lmasa, bu narsani halol ham demaydi. Sunnatdan dalili bo'lmasa, biror narsaga fikrini bildirmaydi. Biz o'sha panatganimiz bilan gapirib qo'yamiz, bu noto'g'ri deb qo'yamiz. Qayerdan bilasan noto'g'riligini sen? To'g'ri noto'g'riligini kitobi sunnatdan, ulamolarning fatvolaridan, ijmodan, qiyosdan xabari bor bo'lgan domlalar aytish kerak. Yo bo'laveradi. Bo'laveradi. Men roziman, olib ketaver. Bu. Qayoqdan bilasan bu narsa senga mumkinligini? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini qavmi, mana Makka da nozil bo'lgan deb aytdik. Quraysh iymon keltirmayotganligini ko'rib, qattiq bundan ozor chekar edi. O'zini qabiladoshlari islomni qabul qilmayotganligidan juda bir norozi bo'lib, o'zini o'zi bir kuydirardi payg'ambarimiz. Alloh taolo aytadi: "Fala'allaka baxi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa." Ey Muhammad, agar ular ushbu so'zga, Qur'onga iymon keltirmasalar, ehtimol siz ularning ortidan afsus nadomat bilan o'zingizni halok qilursiz. Bunday qilmang deyapti. Bunday qilmang. Sizning ishingiz yetkazib qo'yishlik. Ularning hidoyatiga siz javobgar bo'lmaysiz. Shuning uchun birodarlar, biz atrofimizdagi odamlarga haqni bayon qilamiz, tushuntirib qo'yamiz, qilish qilmaslik ixtiyori. Bizni qo'limizda majbur bo'lib qildirishlik yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning bandalarining ichida eng qalbi rahim shafqatli bo'lgan kishi. 38-39 juma gaplashdik payg'ambarimizni qanchalik rahmatli zot bo'lganligini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va inna ab'adan nasi minallohi al-qalbul qasi." Ibn Umardan Allohdan odamlarning uzoqrog'i qalbi qattiqrog'i. Sizni atrofingizdagi odamlarga qalbingizni shafqatli bo'lishligi, rahmdil bo'lishligingiz Allohga yaqin ekanligingizning dalili. Qaytaramiz. Sizni atrofingizdagi odamlarga rahm shafqatli bo'layotganligingiz sizni Allohga yaqin ekanligingizning belgisi. Endi teskarisi, atrofdagilarga shafqatsiz bo'layotganligimiz, qalbimizni qattiq bo'layotganligi bizni Allohdan nima bo'layotganligimiz, uzoqligimiz alomati. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohga eng yaqin banda bo'lar ekan, demak butun mahluqotlarga eng shafqatli kishi edi. Shuning uchun o'zini qavmi iymonga kelmagan paytda Rasululloh kuyinib ketgan. Alloh taolo aytayapti: "Joningizni jabborga bermang, hadab o'ylanavermang. Sizdan nima qilishlik? Yetkazib qo'yishlik." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nafaqat odam bolasiga, balki butun mahluqotga shafqatli bo'ling. Mana qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida bir odam qo'y so'yayotdi. Qo'yni so'yapti, narigi qo'yxonada turgan sherga ko'rib turuvdi.
Payg'ambarimiz bundan qattiq g'azablanib, uni 2 marta o'ldirmoqchimisan dedi. Ya'ni sherigini so'yayotganligini ko'rgan hayvon ozor chekadi, qiylanadi. Keyin uni ham so'yadi. Ko'zini to'sib, ko'zini panaga olib turib, to'sib turib qilmabsan dedi. Payg'ambarimiz kimga shafqat qilyapti? Hayvonga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning eng suyukli bandasi, Allohga eng yaqin banda. Shuning uchun hammaga nima bo'lgan? Ukalar, qalbimiz qatib ketyapti, shafqatli bo'laylik bir-birimizga. Odamlar faqat o'zini bolasiga shafqatli bo'ladi, o'zini aka-ukasiga bo'ladi. Musulmonlar hammaga nisbatan. O'zingizdan kichkinalarga dag'al muomala qilyapsizmi? Qo'pol muomala qilyapsizmi? Shafqat yo'qmi? Bilingki, Allohdan uzoqsiz. Bu qoida bu, birodarlar. Qoida. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar, agar biror jonivorni so'ysanglar, pichoqlarni o'tkir qilinglar. Jonivorni rohatlantiringlar, ya'ni qiylanmasdan so'yilsin. Qoida atrofdagi odamlarga siz bilan bizni shafqatli bo'layotganligimiz, siz bilan bizni Allohga yaqin bo'layotganligimiz belgisi. Atrofimizdagi odamlarga shafqatsiz, qattiq dil bo'layotganligimiz bo'ladi. Kishini rahim shafqatli bo'lishligi qancha ziyoda bo'lsa, Alloh taologa shuncha bu kishi yaqin bo'ladi. Kimi qalbi qattiq, berahim, shafqatsiz bo'lar ekan, shu odam Alloh taolodan uzoq ekanligini alomati shu fe'l. Demak, rahim shafqat kishini Robbisiga yaqin qiladigan sifatlardan. Dunyo ahllari faqat o'zlariga qarashli kishilarga rahim shafqatli bo'ladi. O'zini bolasiga, aka-ukasiga yoki jigarlariga. Ammo musulmon odam bunday emas. Musulmon odamning rahmati butun insoniyatga, balki butun mavjudotga bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insoniyatning eng shafqatlisi, eng rahmdili deb aytdik. Makka mushriklari Rasulullohning da'vatini qabul qilmasdan, jannatga o'zlari uchun yo'l ochmasdan, kufrda qattiq turib olganligidan Rasululloh qattiq kuyunar edi. Qattiq alamlanar edi. Mana shu narsadan norozi bo'lar edi. Alloh taolo payg'ambarimizga taskin berdi. Astag'idu billah. Fala'allaka baxi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Ey Muhammad, agar ular, ya'ni qavmdoshlaringiz, Makka mushriklari ushbu so'zga, Qur'onga iymon keltirmasalar, ehtimol siz ularning ortidan afsus nadomat bilan o'zingizni halok qilursiz. Bunday qilmang deyapti. Chunki bunday qilishingizga loyiq emas bu odamlar. Aytyapmiz, musulmonlardan faqat o'zini va o'zini atrofidagilarni o'ylab, faqat ularga rahim shafqat qilmaydi. Rasululloh insonlarning eng shafqatlisi bo'lgan edi. Har qanday odam ham o'zining muammosi hal bo'lgandan keyin bo'ldi. Boshqa birovni o'ylamaydi. Faqat musulmon odam unaqa bo'lmaydi. O'zi haqni tanigandan keyin mana shu haqni tushunmayotgan atrofidagi aka-ukasi, do'sti, birodarlarga yetkazishlikka haris bo'ladi. O'zim tushundim, o'zim to'g'ri yuribman, boshqalar bilan nima ishim bor? Meni nima gapim bor? 3 marta aytib qo'ydim. Shunaqa gap bor. Hali ota-enalarda bo'ladi. Bolangizga aytmaysizmi, namoz o'qimaydimi desangiz, nima deydi? Men deydi, necha marta aytdim? 3 marta aytdim, bo'ldi, men unaqa bo'lmaydi. Bu bolangiz, bu bolangiz. O'tgan ketayotgan bolangizga kuyasan deb o'tiraversangiz, nima bo'ladi? Shuning uchun yugurib borasiz, men 3 marta aytib qo'ydim. Deydimi? Demaydi. Musulmon odam. Mana shu hidoyatni taniganidan keyin boshqalarga ham ravo ko'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor, birodarlar, og'ir. Rasululloh aytadilar: "Man asbaha falam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Diqqat qilinglar. Kim tong ottirsa-yu musulmonlarning ishi uni o'ylantirmasa, ya'ni musulmonlarning ishiga beparvo bo'ladigan bo'lsa, falaysa minhum. Bu odam u musulmonlardan emas deydi. O'zingizdan so'rang-da, ertalab turdingiz, islom va musulmonlar haqida tashvish bormi kallangizda? Mana qo'shnim namoz o'qimayapti, shuni yetali. Mana u qo'shnim qiynalib qolganiga shunga bir ozgina yordam berib qo'yay. Falonchi bir ichib yuribdi, qiyshayib, shunga bir nasihat qilay degan musulmonlar haqida tashvishingiz bormi tong ottirganingizda? Yo faqat shu qanaqa qilsam pul topaman, qanaqa qilsam shu uyimni to'g'rilayman, shumi? Hadis qaytaramiz. Kim tong ottirsa-yu,
Ammo musulmonlarning g'ami unda bo'lmasa, musulmonlarning ishi bilan ehtimom qilmasa, bu odam musulmonlardan emas dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qaniydi shu hadisga hammamiz amal qilsak? Qaniydi? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrida Ozarbayjondan u kishining oldiga bir xurmo olib kelishdi, holva olib kelishdi. Holva. Nima bu deb so'radi. Ana shu yurtlarda qilinadigan taom dedi. Bu taomni o'sha yerdagi hamma musulmon askar yeydimi? Ha yo'q, siz gap keldi alohida dedi. Madinani faqirlarga ham berdinglarmi hammalariga? Ha yo'q, faqat sizga olib keldik buni dedi. Umar ibn Xattob aytdi, Madinaning faqirlari og'izi tegmagan narsani yeyishlik Umarning qorni uchun harom dedi. Ana shu musulmonlarning tashvishi bilan yashashlik qanaqa bo'lishligi Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning hayotida aniq. Ana ko'rdinglar kinolarini ham birodarlar. Qorniga qarab taqarqari, amla taqarqari deydi. G'urillaysanmi deydi. G'urillarni yeysami deydi, baribir deydi. Ya'ni go'sht yemay qo'yganidan, yog' yemay qo'yganidan qonni qurib g'uldirashni boshlaydi. Ana shu musulmonlarga qiyinchilik davri bo'lganda, Madinada yeyish, ichishlik ozayib ketgan paytda, oziq-ovqat ozayib ketgan paytda Umar ibn Xattob o'zi go'sht ham yemaydi, yog' ham yemaydi. O'sha tuzni, nonni shu quruq yo'g'irganidan qonni g'uldiraganidan aytadi qorniga. G'urillaysanmi? G'urillamaysanmi? Madinani yosh bolalari qorni to'yib go'sht yemaguncha sen go'sht yemaysan deydi. Bo'lmasam davlatda birinchi kishi edi. Yesa haqqi bor edi. Ana birodarlar. Mushriklarning iymonga kelmayotganligidan payg'ambarimiz ozor chekib, aziyat chekib alamlanganida Alloh taolo g'am qilmang dedi. Rasulullohning bu tarbiyasini olgan Umar ibn Xattob mana bunday bo'lgan edi. Demak, rahmat masalasi. Qo'l ostidagilarimizga shafqatli bo'lishimiz, muloyim bo'lishimiz, kechirimli bo'lishimiz bizni xohishimiz emas. Bizni ixtiyorimizdagi narsa emas. Balki yelkamizdagi vojib bo'lgan narsa. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ar-ruhamau yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Rahmdil kishilarga Rahmon rahim qiladi. Rahmdil kishilarga Rahmon rahim qiladi. Yerdagilarga rahim qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahim qiladi. Allohning rahmatidan, Allohning shafqatidan umidimiz bormi? Demak, qo'l ostimizdagi ishchilarga, ukalarga, shogirdlarga, qo'yingki qo'l ostidagilarga shafqatli bo'lishligi shart. Rahmatdan umid qilsangiz. Suraning davomida Alloh taolo shunday deydi. Astagfiru billah. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Qarang, har juma qori ukalarimiz o'qib beradi. Shu oyatlarda tushunaylik, nima deyilyapti bunda. Albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinamoq uchun yer ustidagi bor narsani unga zinat, bezak qilib qo'ydik. Yer ustida nimaiki bo'lsa bu zinat yer uchun. Shuni yaratishdan maqsad bandalarni sinashlik. Xuddi shu ma'noda bir qancha boshqa suralarda oyatlar bor. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ey insonlar, u Alloh taolo sizlarning qaysilaringiz chiroyliroq amal qilguvchi ekanligingizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan zot. Qarang, dunyoda zinatini, yer yuziga chiroyini, zinatini yaratdik, chiroyli amal qilishinglarni sinash uchun. Alloh taolo o'lim bilan hayotni yaratdi nima uchun? Qaysininglar chiroyli amal qilishinglarni sinash uchun. Walakin liyabluwakum fima atakum. Lekin o'zi ato etgan narsalarda sizlarni imtihon qilish uchun. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysilaringlar chiroyli amallarni qilishinglarni sinashlik uchun. Demak, o'lim bilan hayotda yaralishidan ham, yer yuzidagi zeb-zinatlarda bor bo'lishidan ham maqsad bitta ekan. Nima ekan u? Insonlarni qaysinisi qanaqa amal qiladi, sinashlik uchun ekan. Ibtilolar, imtihonlar, sinovlar. Bu hozirgi oyatdan ma'lum bo'ldi. Yer yuzini yaratilishligidan maqsad shu ekanligini Alloh taolo bayon qildi.
Demak, imtihon, sinov koinotning nimasi ekan? Sunnati ekan. Dunyo birodarlar go'zal. Moli davlati go'zal, keng hovlilari go'zal, hashamatli binolari go'zal, ayollari go'zal, mashinalari go'zal. Yer yuzida nimaiki bo'lsa, Alloh taolo yer uchun bu narsalarni chiroy, ziynat qilib yaratdi. Nima uchun? Sinash uchun. Ajibda, mana shu yerda dunyosi boyligini olsangiz, kambag'al ham sinaladi shu boylik bilan. Boy ham. Boy tushunarli, endi Alloh unga davlatni bergani uchun sinaldi. Kambag'al qanday qilib boylik bilan sinaladi? Boy Alloh bergan shu boyligini shukrini ado qiladimi? Shu bilan sinalsa, kambag'al shu davlatni Alloh bermaganligi uchun shu kuniga rozi bo'ladimi, bo'lmaydimi, shu bilan sinaladi. Yer yuzidagi hamma chiroy, boyli davlat, ayollar, markablar, chiroyli uylar, keng hovlilar kimdadir bor, kimdadir yo'q. Borlar halol topib, halol sarflab, shukrini ado qilsa yuksaladi. Yo'qlar rozi bo'lsa, sabr qilsa, shukr qilsa, bular ham yuksaladi. Qaysinisining yuksalishi osonroq? Kim lag'vni Alloh taoloning toatidan afzal deb biladi? Kim ilm majlisini gunoh ma'siyat majlisidan afzal deb biladi? Kim ozgina halol molni harom moldan ustun qo'yadi? Kim o'zini halol juftlik bo'lib turib zinoga, fahshga, haromga uzatadi? Biz sinov, imtihon hovlisidamiz. Inson suvga tushganda ho'l bo'lmay iloji yo'q. Chang kechiga kirganda chang bo'lmay iloji yo'q. Modomiki bu hovliga kiribmizmi? Bu nima hovli ekan? Sinov, imtihon hovlisi ekanmi? Demak, biz birodarlar imtihondamiz, sinovdamiz. Kunda bir mahalmi? Kunda bir mahal sinov bo'ladimi? 5 mahal bo'ladi. Boshqa payt sinov bo'lmaydi. 5 mahal ekanmi? Har daqiqada imtihon bor birodarlar. Har soniyada imtihon bor. Har lahzada, har nafasda imtihon bor. Esimizdan chiqib qolmasin nima kelganligimiz dunyoga. Qaysinimiz savobli ish qilamiz, qaysinimiz gunoh qilamiz, Alloh sinashlik uchun bu dunyoga siz bilan bizni kiritdi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinash uchun yer ustidagi bor narsani unga zinat, bezak qilib qo'ydik. Ammo xotirjam bo'laylik birodarlar. Xotirjam bo'laylik. Va inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Oyatni qarang davomini. Zinat qildik, ammo hech shak shubhasiz uning ustidagi bezaklarni sip-silliq, qup-quruq qilib yo'q qilib qo'yguvchi ham bizdirmiz. Qiyomat kuni birodarlar, yer tekkiz bo'ladi. Tog' tosh bo'lmaydi. O'ydim chuqur bo'lmaydi. Ko'kat bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Sip-silliq bo'ladi. Alloh taolo boshqa surada aytadi. Dar haqiqat bu hayotda dunyoning misoli, ya'ni Alloh taolo dunyoda nima ekanligini bizga tushuntiryapti. Alloh taoloning nazarida qanaqa narsa bu dunyo? Bu hayotda dunyoning misoli xuddi biz osmondan yog'dirgan bir suvga o'xshaydi. Bas, odamzot va hayvonot yeydigan narsalardan iborat bo'lgan yer nabototi, o'simliklari u bilan aralashib, hatto yer chiroy olib, yasan-tusan qilganidan keyin qurib yotgan yer, osmondan suv tushdi, ko'katlar chiqdi, yer yuzi bezaldi, go'zal bo'ldi. Mana hozir go'zal bo'lyapti ko'chalar. Mayog'dan kelayotib qarangda, bug'doy ekilgan joyda. Ko'm-ko'm bo'lib ko'zingiz yayratyapti. Bir oy burun bormidi? Alloh taolo shuni ko'rsatyapti bizga. Va yer ahli uning ustida kuchli, qudratlimiz deb o'ylay boshlaganida, yerga kechasi yoki kunduzi bizning farmonimiz kelib, biz uni go'yo kuni kecha obod bo'lmagandek vayronaga aylantirib qo'yamiz. Dunyo shunga o'xshaydi. Bugun bor, ertaga yo'q. Hozir o'tirganlardan birortasi yo'q edi 100 yil burun. Hozir masjidda o'tirganlardan birortasi yo'q edi 100 yil burun. O'ylaylik-da, fikr qilaylik-da.
Va hozir masjidda o'tirganlardan birortasi bo'lmaydi 100 yildan keyin. Mana shu 100 yilda bir kelib ketadigan bir avlod ekanmiz. O'tgan yili ochilgan gullardan bir darak bormi? O'tgan yili ochilgan bog'larni go'zal qilib turgan gullardan darak bormi? Yigitlar, hozir siz bilan biz hayotimizni gul davridamiz. Qo'limizdan har qanday ish keladi. Mana shunday kuch-quvvatga to'lgan paytda, qo'limizda dunyo bor paytida, bilagimiz quvvatda turgan paytda, gunoh maqsiyatdan ehtiyot bo'lib, sinov imtihondan o'tsak, albatta Parvardigorning didoriga yetishamiz. Va mana shu yo'lda yurmasdan zalolatni tanlaganlar ham ular ham o'ladi. Zolim ham o'ladi, mazlum ham o'ladi. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha narsa, barcha jonzot foniydir. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzi o'zingizda mangu boqiy qolar. Demak, dunyoga kelishimizdan maqsad, dunyoda bunaqa chiroyli bo'lishidan maqsad, bir odamni boy, bir odamni kambag'al bo'lishidan maqsad nima ekan? Sinov imtihon ekan. Boy bo'lsangiz, shukrini ado qiling, yuksalasiz. Boy bo'lmasangiz, rozi bo'ling, shukr keltiring, hamd ayting, siz ham yuksalasiz. Ajib, bu boylik ustida boy ham sinaladi, kambag'al ham sinaladi. Bu o'tganlar bobida yana so'z davom etkizsak, qabristonga boringlar-da. O'qisangiz ketganlarda, ya'ni kelib hali qabri turibdi, shu odam borligini eslatyapti qabri. Shu odamda bor ekanligini qabri eslatyapti. 20 yil burun olingan nonushtadagi video syomkani ko'ring-da. 20 yil burun olingan nonushtadagi video syomkasini ko'ring-da. Nonushtaga kirib kelayotgan oqsoqol otalarimizni sanang. Bu odam ketdi, mana odam ketdi. Juda ko'p ketdi. Faqat siz bilan bizni nomimiz inson bo'lganligi uchun, unutuvchi bo'lganligimiz uchun hayolimizdan, yodimizdan ko'tarilib qoladi. Ular ham keldi, 60 yil, 70 yil yashadi, sinovdan o'tdi, o'tmadi, ketdi. Qilgan amallarini, mukofotini, samarasini, natijasini kutib yotishibdi. Qaysi surani suhbat qilyapmiz? Nimalarni gaplashdik? Dunyoni chiroyi sinov ekan, boylik ham sinov ekan. Mana inson dunyoga imtihonga, sinovga kelgan ekan. Insonning tabiatida shahvatlar bor, mayllar, xohish istaklar bor. Mana shu narsani borligi siz bilan bizni imtihonga ro'baro qiladi. Agar hech narsani xohlamaydigan odam bo'lsa, na moli dunyoga rag'bati yo'q, na bir keng hovliga, na xotinga qiziqishi bor, na mashinaga qiziqadi, hech narsani xohlamaydigan odam bo'lsa, bu odammi bu? Bu odam bo'lmaydi bu. Chunki Alloh taolo mana shu narsalarga bo'lgan hirsni, muhabbatni, xohishni, shahvatni bizni tabiatimizga joylagan. Bir odam aytsa, men hech narsani xohlamayman desa, aniq bilan yolg'onchi u. U o'z ko'rsatyapti. Qanday? Xotinlarga ham qiziqmaysan. Mashinaga ham qiziqmaysan. Unaqa odam bo'lmaydi, birodarlar. Chunki Alloh taolo aytadi: Astagfirullah. Zuyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayl al-musawwama wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayati dunya wallohu indahu husnul ma'ab. So'zimizni dalili. Odamlarga, musulmonlarga dedimi? Kofirlarga dedimi? Umuman odamlarga dedi. Odamlarga ayollar, bolalar, tuganmas oltin, kumush boyliklar, qimmatbaho otlar, mashinalar degan. Chorva va ekin-tikinlar kabi istak xohishlarga ko'ngil qo'yish chiroyli qilindi. Hamma xohlaydi, hamma yaxshi ko'radi, hamma ko'ngil qo'yadi. Holbuki bu narsalar hayotda dunyoning o'tkinchi narsalaridir. Allohning huzurida esa eng go'zal qaytadigan joy jannat bordir. Kelishdiga? Demak, hammamizning tabiatimizda shu narsaga mayl
xohish, shahvat bor. Albatta bu shahvatlarni joylashlik Alloh taoloning bir hikmati uchun bo'ldi. Ayollarga bo'lgan rag'batimiz bor, Alloh ayollarni yaratdi. Mol-u davlatga bo'lgan ishimizda muhabbat bor, uni paydo qildi. Chiroyli minaladigan markablarga, mashinalarga, otlarga bo'lgan ichimizda istek bor, Alloh taolo uni ham paydo qildi. Qarangda, masalanchi ot minmagan odam ham, otni farqiga bormagan odam ham rosa chiroyli otni ko'rsa ajratadi. Imtihon. Modomiki insonning tabiatida mana shu narsalarga rag'bat, xohish, mayl, istak bor ekanmi? Demak, u doimiy imtihonda. Qarangda, ajoyibda, shu shahvat, shu mayl, istak siz bilan bizda biror bir lahzaga to'xtaydimi? Inson oldida ikkita ish turadi. Bittasini qilsa Alloh rozi bo'ladi, ikkinchisini qilsa norozi bo'ladi. Oddiy. Buni qilsang rozi bo'ladi Robbing, buni qilsang rozi bo'lmaydi Robbing. Ixtiyor seni qo'lingda. Inson bolasi mana shu dunyo ne'matlarining ichida, lazzatlarining ichida mubohlarini oldida ham turadi, haromlarning oldida ham. Alloh taolo mana shu dunyo zebi ziynatlarini muboh ham deb belgiladi, harom deb ham belgiladi. Agar banda ruxsat berilgan muboh bo'lgan ne'matlarni olib shukrini ado qilsa, yuksaladi. Harom bo'lgan narsalardan to'xtab sabr qilsa, yuksaladi. Mana shu ikkala holatda ham yuksaladi. Halol bo'lganidan oladi, shukrini keltiradi, ko'tariladi Alloh nazdida qadri. Harom bo'lganlardan o'zini tiyadi, yana manzilati Alloh taoloning oldida ko'tariladi. Demak, mana shu shahvatlarda siz bilan bizni tabiatimizda bor bo'lishligi bizni jannatga olib boradigan yo'lga yetaklaydi. Ya'ni bu shahvatlar bo'lmasa imtihon ham bo'lmasdi-da. Shahvat bor ekan, imtihon bor ekan. Imtihon bor ekan, o'tsa jannat bor, ammo o'ta olmasa jahannam bor. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Alloh taolo siz bilan bizni ikrom qildi mana shu shahvatlarni tabiatimizga joylashligi bilan. Mana shu dunyoning hashamlari, ayollari, binolari, oltin kumushlarga bo'lgan muhabbatni qalbimizga joylashtirganligi nafsimizni poklash uchun bo'ldi. Agar imtihondan o'tsak. Bir yigitki ham aqli, ham biligi kuch-quvvatga to'lgan paytda, gunoh ma'siyat ro'parasiga kelgan paytda men Robbimdan qo'rqaman deb o'zini tiysa, bu qanday bir oliy maqom bo'ladi. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna va hum la yuftanun. Alloh taolo aytadi. Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida qo'yib qo'yishlarini o'yladilarmi? Nimasizlar? La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb qo'ysak bo'ldi, qutuldik deb o'ylaysizlarmi? Yo'q. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganingizdan keyin har kuni imtihon bor. Har kuni ekzamen topshiramiz. Har lahzada. Sizni xolab turgan, shahvatingiz xolab turgan harom narsani oldingizda turishligi fitna. Xohlayapsiz shu narsani? Nafs xohlayapti, oldingizda turibdi. To'xtadingiz, fitnadan o'tdingiz. Imtihondan o'tdingiz. Va amma man khafa maqama robbih va naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Endi kim Parvardigorining huzurida turishdan qo'rqqan va nafsi havoyi xohishlardan qaytargan bo'lsa, u holda faqat jannatgina uning uchun joy bo'lur. Hech kim ko'rmagan joyda ko'zingizni zinodan tiyayotganligingiz ixlosingizni belgisi. Muborak bo'lsin birodar. Hech kim ko'rmayapti. Faxsh ko'rinish chiqdi. Shunday o'chirib qo'ya olasiz televizorda. Muborak bo'lsin. Bu Allohdan qo'rqqanligingiz uchun. Haqiqatan Allohdan qo'rqar ekansiz. Harom bir yolg'on aralashgan yoki bir birodar oshiqcha harom moli kelib qoldi. Hech kim bilmaydi. Olib borib egasiga berayotganligingiz yoki undan voz kechayotganligingiz taqvoning belgisi. Chunki aytayapti Alloh taolo, kim
Robbisini oldida qiyomatda turishdan qo'rqib o'zini nafsini tiysa. Nafs nima deydi bu yerda? Nima deydi nafs? Qilaver deydi. Kim ko'rib o'tiribdi deydi. Odamlardan qo'rqib, odamlardan uyalib gunohdan tiyilayotganlar yolg'iz qolganda o'zi biladi nima qilayotganligini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Daylamiy rivoyat qilgan Hasanul G'oriy hadis. Rasululloh aytadilar: "Utruku dunya li ahliha, fa innahu man akhadha minha fawqa ma yakfihi, akhadha min hatfihi wa huwa la yash'ur." Diqqat qilinglar. Dunyoni dedi payg'ambarimiz, o'zini egalariga beringlar. O'zini egalariga qo'yinglar. Dunyo uchun yashayotganlarga topshirib qo'yinglar. Bas albatta kim undan, dunyodan o'ziga kifoya qiladiganidan ortig'ini olgan bo'lsa, o'ziga kifoya qiladiganidan oshiqchasini olgan bo'lsa, bilmagan holida o'zining o'limidan olibdi, o'zining halokatidan olibdi. Yetadiganidan oshiqchasiga haris bo'lyaptimi? Demak bu o'zini halokatga tashlayapti shu inson. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis, Imom Ahmadning musnadlaridan. Marra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bi shatin maytatin. Kunlarda birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan yo'lda ketib borar ekanlar, o'lib, chirib, sasib ketgan bir qo'zini jussasini ko'rishdi. Yo'lda chekkasiga tashab ketishgan egalari. Rasululloh uni ko'rib aytdilar: "Vallazi nafsi biyadihi lad-dunya ahvanu alallohi min hadihi ala ahliha." Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bu o'lik qo'zi o'zini egalariga xor bo'lganidan ko'ra dunyo Alloh taologa xorroq dedi. Qo'zi o'lmay turib qadri bor edi. Qiymati bor edi. Egalari ehtiyot qilar edi, yaxshi ko'rar edi, parvarish qilar edi. O'lganidan keyin, harom o'lganidan keyin egasiga qanchalik qadri bor? Zig'ircha qadri yo'q. Shuning uchun tashab ketishdi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Albatta biz yer ustidagi bor narsani unga zinat, bezak qilib berdik. Go'zal bog'lar, hashamatli binolar, qimmatbaho mashinalar, go'zal ayollar, shirin taomlar, mansablar, kursilar, birodarlar, dunyo chiroyli, dunyo jozibador. Bir yigit ro'parasiga fahsh kelganda Allohdan qo'rqaman deb o'zini to'qsa. Xotirjam bo'ling. Hech kim ko'rmagan joyda gunohdan tiyildingizmi? Sizni xizmatingizni Alloh zoya qilmaydi. Alloh taolo hech kimga haqqini bermay qo'ymaydi. Bunaqa taqvo qilgan, bunaqa yoshlikda o'zini pokiza saqlagan yigit xor bo'lmaydi hayotda. Yusuf alayhissalom 18 yashar, 17 yashar yigit, qul, vazirning ayoli qavat-qavat eshiklarni ustidan yopib, xonaga olib kirib, zinoga taklif qilganida. Ayol turibdi, o'zi taklif qilib turibdi, Yusuf alayhissalomdan faqat xohish kerak xolos. Rozi bo'lsa bo'ldi. Nima dedi? Ma'azalloh, ma'azalloh, innahu robbi ahsana mathvay. Alloh saqlasin dedi. Alloh saqlasin, axir u dedi, ya'ni seni ering menga yaxshi joylar bergan hojam-ku dedi. Hech kim ko'rmas edi. Odamlarda. Va hojasi bu narsani sir albatta saqlar edi. Ammo nima dedi Yusuf alayhissalom? Qarang, mana shu taqvosi uchun Alloh taolo qanday bir aziz ikrom qildi bu kishini. Qullikdan Misrni vazir maqomiga ko'tarmadimi? Ikki dunyoda obro'li, aziz, mukarram qilmadimi? Agar shu gunohga qo'l urganda nima bo'lardi? Demak, birodarlar, yer yuzidagi hamma narsa yerni ziynati. Bu chiroyni yaratishdan maqsad Alloh taolo siz bilan biz imtihon qilishligi. Kim bu imtihondan o'tsa jannatga boradi. Kim bu imtihondan o'tsa Alloh subhanahu va taolo Kahf surasida shunday marhamat qiladi. Astagfiru billah. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinamoq uchun yer ustidagi bor narsani unga zinat, bezak qilib qo'ydik. Mana shu yer yuzini va undagi bo'lgan barcha noz-ne'mat, zebir zinat,
hashamatlarni yaratilishligidan maqsad bitta ekanligi ma'lum bo'ladi bu oyatda. Bu ham bo'lsa bandalarni qaysilari chiroyli amal qilishligini sinash uchun. Demak, imtihon uchun, sinov uchun bu narsalar yaratilgan. Va inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Oyatning davomida Alloh taolo aytadi: hech shak shubhasiz uning ustidagi bezaklarni sip-silliq, qup-quruq qilib, yo'q qilib qo'yguncha ham bizdirmiz. Ko'zimizni quvontirib qanday bir chiroyli turgan bo'lsa, shubha yo'qki, albatta aniq bu narsalarni Alloh taolo bir kun keladi, yo'q qilib qo'yadi. Biz hayotimizning har bir lahzasida imtihonga, sinovga duch kelamiz. Chunki bizni dunyoga kirgizishligidan Alloh taoloning qasdi, maqsadi imtihon ekanligini avvalgi oyatda o'qidik. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya'ni sizlarni qaysi biringiz go'zalroq, chiroyliroq amal qilishingizni sinashlik uchun, imtihon qilishlik uchun o'lim va hayotni yaratdik. O'lim va hayotni yaratdik. Biz uylanishlikda imtihonga uchraymiz. Iymonida mustahkam, dinini mahkam tutgan qizga uylanamizmi yoki tashqi ko'rinishiga qarab turiblar, diniga beparvo bo'lganligami? Halol hunar qilamizmi yoki daromadi katta bo'ladi deb haromga qo'l uramizmi? Alloh taoloning rozi bo'ladigan yo'llariga yurishdan o'rniga kayfi safo, lag'v, musiqa mana shu narsaga yuramizmi? Lekin esimizdan chiqmasinki, albatta Allohning rizosini qo'yib mana shu tomonga yurib ketishlik. Bu Robbimizni siz bilan bizga g'azabi kelishiga sabab bo'ladigan ishlar. Ammo mana shu kayf safo, o'yin kulgi, yoshlik, huzur halovatni hammasi bir kun albatta yo'q bo'ladi. Ammo g'azab qoladi. Bu huzur halovatlar ketadi. Bu itoatda, ibodatda bo'lgan mehnat mashaqqatlar ham tugaydi, ammo buning mukofoti qoladi. Albatta mukofot ham bor, jazo ham bor. Chunki Alloh taolo aytgandek, kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Ya'ni uni ustidagi, yerning ustidagi barcha narsa albatta foniy. Faqatgina buyuklik va karam egasi bo'lgan Parvardigoringning yuzigina mangu qolishidir. Bu dunyo chiroyli birodarlar. Bu oyatga ko'proq to'xtalishimizga to'g'ri keladi. Biz yer yuzidagi barcha zeb-ziynatlarni, hashamlarni yerga chiroyli qilib yaratdik, insonlarni sinashlik uchun. Aytdik, mana shu dunyoni zeb-ziynati ana shu zeb-ziynatga yetishgan odamga ham imtihon, shu zeb-ziynatdan qo'liga hech narsa tegmagan kambag'alga ham imtihon. Bu zeb-ziynat, boylik, badavlatlikni bergan odamga Alloh berib sinayotgan bo'lsa, boyagi kambag'alga mana shu zeb-ziynatlarni bermasdan sinayapti. Bu uylar, binolar, bog'lar, ayollar, mollar, taom, sharoblar, bular hammasi bir kun yo'q bo'ladi. Bu gunoh ma'siyatga to'lgan majlislar ham albatta bir kun intihosi yetadi. Esimizdan chiqmasin, tun har qancha cho'zilmasin, tong otmay iloji yo'q. Tug'ildikmi? Yashayapmizmi? Dunyodan chiqmay ilojimiz yo'q. Qabrga kirmaslikning imkoniyati yo'q. Bugunmi ertami albatta mukofot yoki jazo bo'ladi. Agar yaxshi bo'lsa, yaxshi mukofot, yomon bo'lsa, yomon mukofot. G'or egalarining qissalari boshlanishi. G'or egalari qissasining boshlanishi. Alloh taolo so'rayapti. Astagfirullah. Am hasibta anna ashabal kahfi var raqimi kanu min ayatina ajaba. Balki siz g'or, ya'ni kahf va bitik egalari haqidagi rivoyatdan voqif bo'lgach, bu bizning eng ajoyib oyatlarimizdan deb o'ylagandirsiz. Ya'ni Alloh taoloning hamma ishi ajoyib, hamma ishi mo'jiza, hamma ishi insonning aqlini lol qoldiradi. Lekin g'or egalarini g'orda 309 yil uxlashligi Allohning eng ajib ishi deb o'ylayapsizmi? Yo'q, bu Allohning har qanday ajib ishlar qatoridagi bitta ajib ishi. Eng zo'ri, eng ajibi emas. Ar-Raqim so'zining ma'nosi. Ulamolar mana shu Ar-Raqim kalimasida bir qancha bir tafsirlarni berishadi.
Bir o'rinda Ar-Roqiy bu mana shu g'orga kirib ketaverishlikdagi bir tosh deyshadi. Mana shu toshning ustiga yigitlarning ismlari yozilgan deyshadi. Yana bir o'rinda Ar-Roqiy vodiyning nomi edi. G'or mana shu vodiyda joylashgan edi. Yana bir o'rinda Ar-Roqiy tog'ning nomi edi deyshadi. G'or mana shu tog'da edi. Va yana bir o'rinda, yana bir tafsirda Ar-Roqiy bu ana shu yigitlar bilan g'orga kirgan itning nomi edi deb aytishadi. Alloh taolo bu savolni inkor ma'nosida beradi. Ya'ni bu yigitlarning g'orda qolishlik qissasi Alloh taoloning qudratiga dalolat qiladigan eng ajib qissa emas. Ammo agar odamlarda o'lchov bilan o'lchansa, albatta bu ajib. Sababi bir uxlagan odamning 300 yil uxlashligi, o'lmasligi, chirib ketmasligi haqiqatan insonlarda o'z ko'zi bilan qaraladigan bo'lsa, insonni bir lol qoldiradigan ajib ish. Mo'jiza bilan karomat. Bu kelasi ham haq. Mo'jiza nima bu? Mo'jiza inson qo'lidan kelmaydigan ishki, Alloh taolo bu mo'jizani o'zining payg'ambarlarini rost payg'ambar ekanligini hujjati uchun keltirgan. Musa alayhissalom qo'lidagi asosi mo'jiza bo'lgan. Solih alayhissalom toshning ichidan tuyani chiqarib bergan, bu mo'jiza bo'lgan va boshqa mo'jizalar. Endi karomat bu mo'jiza emas. Alloh taolo o'zining solih mo'min bandalariga mana shu karomatni bergan. Karomat ham ikki xil bo'ladi. Odamlar ko'nikib qolgan narsalarga xilof bo'lgan ishlar, ikkinchisi odamlar ko'nikib qolgan narsalarga xilof bo'lmagan ishlar. Endi bu qissadagi 300 yil uxlashdagi yigitlarni odamlar bu narsaga odatlangan emas. Insonlarning odatlariga, koinotning sunnatiga xilof bo'lgan ish. Endi agar insonlarni odatlariga xilof bo'lmagan ish bo'ladigan bo'lsa, bu karomat, bu ilm, hikmat karomati. Ilm ham birodarlar karomat. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasiga berishligi. Agar Alloh taolo bir bandaga o'zini tanitganidan keyin ilm bergan bo'lsa, uni sharafli qildi, qadrini ko'tardi, manzilatini oliy qildi. Chunki Alloh taolo o'zi biluvchi zot birodarlar, olim zot. Biluvchilarni, olimlarni yaxshi ko'radi. Demak, ilmni ham Alloh taolo karomat qilib o'zi yaxshi ko'rgan bandalariga beradi. Endi dunyoda ziyra ziynatini bo'lsa Alloh taolo beraveradi. Kimga bo'lsa beraveradi. U musulmoniga ham beraveradi, kofirga ham beraveradi. Mana shu o'rindagi o'lchovni yaxshilab bir tushunib olishimiz kerak. Kishini dunyosini ko'pligi uni Allohning huzurida martabasi baland ekanligiga dalil emas. Kishini qo'lida dunyosini oz bo'lishligi Alloh taolo uchun bu banda xor ekanligini belgisi emas. Lekin shunday zamonda yashaymizki, ayni shu narsa odamlarning tushunchasida noto'g'ri. Zuvolasini katta olibdimi? Dunyosi ko'pmi? Demak, Allohga yoqqan bir joyi bor, o'shuning uchun Alloh buni boy qildi. Kambag'almi? 1-2 oy o'tib ketyaptimi? Demak, Allohga yoqmagan bir joyi bor. Demak, shuning uchun buni Alloh taolo boy qilmadi. Kim mana shu o'lchov bilan yashayotgan bo'lsa, bu odamning o'lchovi noto'g'ri. Chunki qarasangiz, boylik bilan kambag'allik Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan payg'ambarlar ichida taqsimini qarang. Davud alayhisalom podshoh bo'lgan, Sulaymon alayhisalom boy bo'lgan, Iso alayhisalom kambag'al bo'lgan. Demak, boylik bilan kambag'allik Allohning muhabbatiga dalolat qiladigan o'lchov emas. Tushuntira oladimmi? Shuning uchun kambag'allardan bo'yningizni qisib boyda oldida. Chunki sizga kambag'allik sinov, bunga boylik sinov. Undan tashqari Sulaymon ibn Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom jannatga 40 yildan keyin keladi hamma payg'ambarlardan. Shu yerga xursand bo'ling. Chunki tamojnada chamodoningiz bo'ladi, ozroq bo'ladi, rushno qilatingiz bor, shuni o'tib ketasiz, bagajdan kutmaysiz, chiqib mashinada o'tib ketaverasiz. Ammo chamadonni ko'proq olgan nima qiladi? Yukini chiqishini kutadi. Tushunarli. Shuning uchun kambag'al bo'lishidan o'ziga yarasha plyusi bor, faqat minusi emas birodarlar. Undan tashqari eshigingizni qo'plamasangiz ham bemalol yiqilaverasiz.
Undan tashqari bu boylik dunyoda qo'limizga berilgan boylik. O'lishimiz bilan tugaydi biz uchun. To'g'ri? Biz bilan qabrga kirmaydi. Siz bilan bizda o'lishimiz bilan tugaydigan narsa Alloh tomonidan berilgan in'om emas. Hadiya emas. Fazilat emas. Bu sinov. Qaytarib o'taman. Kishini o'lishi bilan u uchun tugab qoladigan yer yuzidagi narsa bu sinov. Dunyo yer betida qoladi, qabrga qurib kirasiz. Endi nima in'om bo'ladi Alloh tomonidan? Haqiqiy in'om. Nima u? Alloh tomonidan berilgan haqiqiy in'om bu siz bilan qabringizga birga kiradigan, qiyomatda yoningizda turadigan, sirotdan o'tishga yordam beradigan narsa. Payg'ambarimiz aytganlaridek, agar odam bolasi o'lsa, uning hamma amallari uziladi. Faqat 3 ta ishidan savob borib turadi. Birinchisi, solih farzand qoldirgan bo'lsa, haqqiga duo qiladi. Sadaqatun joriyatun, odamlar, musulmonlar foydalanib turgan sadaqa joriya qo'yib ketgan bo'lsa. Uchinchisi, ilmun yuntafa'u bihi, odamlar foydalanib turgan ilm qoldirilgan bo'lsa. Mana shu narsa siz bilan qabringizga ham kelyaptimi savobi? Qiyomatda asqotyaptimi? Demak, mana shu in'om. Ammo o'lishingizlik bilan sizdan uzilib qolayotgan moli dunyoyingiz in'om emas. Nima bu? Sinov. Astagfirullah. Iz awal fityatu ilal kahf. Eslang. O'shanda ular g'orga panoh istab borishdi. Kimlar? Yigitlar. Ulamolar aytadi, yoshlarda deydi, ulamolar jannatning hidi bo'ladi. Nima degani bu? Hamma payg'ambarlar o'zini qavmiga risolatni ko'tarib kelganda birinchi bo'lib qabul qilganlar yoshlar bo'lgan. Yoshi ulug'lar qabul qilishdan bosh tortishgan. Nima uchun? Yosh kattalarning moli dunyosi bo'lgan. Yosh kattalarning gapi doim o'tib kelgan. Qavmning ichidagi ishlarni o'zini xohishi bilan bajarib, xohlagan ishini qilib o'rganib qo'ygan kattalar itoat qilishmagan. Chunki o'zlarining manzilatlaridan qo'rqishgan. Gapimiz o'tmay qoladi degan narsadan xavotir qilishgan. Shuning uchun asarlarda keltirganidek, innalloha la yubahil malaikata bishabil mu'min. Alloh taolo farishtalarga mo'min yigitni maqtaydi. Mo'min yigit degani necha yoshida oxiri? 40 yosh. Ya'ni 40 yoshgacha bo'lgan yigitni farishtalarga Alloh taolo maqtab aytadi. Yaqulu unzuru abdi taraka shahvatahu min ajli. Bu bandamga qaranglar dedi. Farishtalarga maqtab, bu bandamga qaranglar. Meni rizoyim uchun o'zini shahvatini qo'yyapti. Xohlayapti qilishdi. Qo'lidan keladi qilish, imkoniyati bor, faqat xohlasa bo'ldi. Ammo meni rozi qilishlik uchun o'zi xohlab turgan narsani tark qilyapti. Shu yigitni ko'ringlar deb Alloh malaikalarga maqtaydi. Alloh taolo aytadi hadis qudusiyda, "Uhibbu salatan va hubbi li salatin ashad." 3 kishini yaxshi ko'raman. Ammo mana shu 3 kishining ichida yana 3 tasi bor, ularga bo'lgan muhabbatdan ortiqroq. Uhibbu ta'in va hubbi li shabbi ta'in ashad. Itoatkorlarni yaxshi ko'raman deydi. Ammo bu itoatkorlarning ichida itoatkor yoshni ko'proq yaxshi ko'raman deydi. Inson qaraganda ko'p gunohlarni qilishlikdan ojiz bo'lib qoladi. Xohlaydimi, xohlamaydimi, tiyilib qoladi bu narsadan. Ammo gunoh ma'siyat qilishlikka hamma kuch-quvvati bo'lib turgan yigitni gunohdan tiyilayotganligi Allohning muhabbatiga uni sazovor qiladi. Imom Daylami keltirgan hadis: "Man balagha 40 va lam yaghlib khayruhu sharruhu falyatajahhaz ila an-nar." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim 40 ga yetsa, kim 40 yoshga yetsa-yu yaxshiligi yomonligidan g'olib bo'lmagan bo'lsa, bas o'tga tayyorlanaversin. 40 ga kirib yaxshiligi yomonligini yeymagan bo'lsa, jahannamga tayyorlanaversin. 40 ga yetmaganlar ko'zimizni ochaylik. Chunki asosiy imtihon shu 40 gacha bo'ladi. Chunki ham imkoniyat bor, kuch-quvvat hammasi bor, hamma imkoniyat. U yo'qligida zino qilmaslik hech narsa emas.
Tolada ishlayapti, ketmon chopyapsiz. Ko'z zinosiga imtihon bormi? Yo'q. G'iybatga imtihon bormi? Yo'q, hech kim yo'q. Qayerda bo'ladi imtihon? O'sha narsaga sharoit bo'lganda o'zingizni tiysagina imtihon bo'ladi. G'or egalarini, bu yigitlarni g'orga chiqib ketishligining sababi nima? Nima sababdan bular qavmini tashlab g'orga chiqib ketishdi? Tafsirlarda keltirilishicha, mana shu yigitlar bir zolim, mushrik podshoh davrida yashashgan. Bu podshoh o'zini qavmini shirkka, eng katta gunohga, shirkka buyurar edi. Kim uni so'zga itoat qilmasa, qatl qilar edi. Endi bu yigitlarning oldida imtihon, ixtiyor juda ham og'ir bo'ldi. Yo tirik qolishlik uchun shirk keltirib, gunohkor bo'lib, osiy bo'lib, podshohga itoat qilishadi, yoki jonlarini garovga qo'yib tavhidda, iymonda turadi. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Eslang, o'shanda ular g'orga panoh istab borishib, Parvardigoro, bizlarga o'z huzuringdan rahmat, marhamat ato etgin va bizlarning ishimizni o'zing o'ylagin dedilar. Qavm fasodga uchragan, shirk fasodiga uchragan, bular chiqib ketishlikka majbur bo'lishdi. Har bir davrda o'zining fasodi bo'ladi va har bir zamonni g'orga chiqib ketishni ixtiyor qilgan yigitlari bo'ladi. Ulfatlar bo'ladi, gunoh ma'siyatlar. Bulardan ajrab ketishlik kerak bo'ladi. Gunoh ma'siyat bo'ladigan qandaydir bir jamiyat bo'ladi. Bundan chiqib ketishlikka to'g'ri keladi. Bu yigitlarning oldida mana shunday bir og'ir imtihon turdi. Agar jamiyat fasodga yuz tutgan bo'lsa, birodarlar, bunday jamiyat tark qilinadi. Inson o'zi bilan bo'ladi, ommani tark qiladi. Chunki odamlarga aralashishlikda gunoh, hujur, ma'siyat paydo bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda kishi dinini saqlab uyda o'tirishligi kerak. Fitna bo'lganda uyda o'tirishligi kerak. Bu yigitlar jamiyatdan qochib g'orga kirishdi. Endi sizni jamiyatingizda fasod yayilgan bo'lsa, bu g'or masjid bo'lishi mumkin. Masjidga borasiz, al-muslimu fil masjidi kas-samaki fil ma'i degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Musulmon kishi masjidda go'yoki suvdagi baliqdek his qiladi o'zini. Munofiq odam masjidda o'zini qafasdagi qushga o'xshatadi. Faqalu robbana atina min ladunka rahma. Parvardigoro, bizlarga o'z huzuringdan rahmat ato et. Rahmat bu qisqa qilib aytsak, insonga huzur bag'ishlaydigan, insonni rohatlantiruvchi bo'lgan narsa. Rahmat. Bu rahmatning ko'rinishi, birodarlar, juda ham ko'p. Rizqingiz keng bo'lishi, rahmat. Tinchlik, xotirjamlik, rahmat. Sog'lik, rahmat. Farzand ayollar, rahmat. Rahmatning ulug'laridan bittasi, birodarlar, insonning qalbida Allohga bo'lgan iymon nurini bo'lishligi. Xotirjamlik rahmat. Iymon rahmat. Sabr qanoat rahmat. Robbana atina min ladunka rahmatan va hayyi lana min amrina rashada. Agar banda, mana qaranglar, bu yigitlar tavhidda turishibdi. Allohga shirk keltirishmadi. Qavmi bularni shirkka majbur qilganda g'orga chiqib ketishdi va Robbilariga duo qilishdi. O'zlariga bog'liq bo'lgan ishni qilib turib, Alloh taolaga iltijo qilishdi. Agar Alloh taolo sizga rahmatini bergan bo'lsa, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydi, saqlaydi. Alloh taolo sizga rahmatini bergan bo'lsa, sizga to'g'ri fikrni beradi. Mana shu to'g'ri fikr orqali hayotingiz davomida huzurlanasiz. Bekor qilgan ekanman shularga qo'shilib o'sha paytda deysiz-ku. Qachon? Qoqilib so'qilgandan keyin. Bekor qilgan ekanman shu uylanib deysiz. Aytishganida o'sha paytda baribir eplolmaysan buni deb. Bo'lmadi. Shu palonchilarga tijorat qilishida sherik bo'lib bekor qilgan ekanman. Chunki domlamdan so'raganimda qilma degan edi. Qarang, hunar tanlashda to'g'ri yechim qilasiz agar Alloh rahmatini bergan bo'lsa.
uylanishlikda, tijoratda, sherikchilikda, do'st ulfat tanlashlikda mo'min bandaga Alloh taolo ilhom beradi. Qaysinisini qilishni bilmay turgan paytda istixora qiladi mo'min. Hatto uni qilaymi, buni qilaymi? O'ylan, bu ham g'am birodarlar. Vыбор deb qo'yadi mana. Qaysinisini qilsammikin? Onani olsammikin, monani olsammikin? Mana shu g'amni ham Alloh taolo siz bilan bizdan ko'tarib qo'yapti. Tanlashni menga qo'yib ber deyapti. Sen bilmaysan qaysi narsa senga yaxshiligini. Kechasi turadi, istixora qiladi, Alloh qalbiga ilhom beradi, qilgan qarori, qilgan yechimi nima bo'ladi? To'g'ri bo'ladi. Ammo o'zimiz aqlimizga suyansakchi, demak, mo'min banda agar Robbisidan rahmat olgan bo'lsa, har qanday ish qilishdan oldin savol beradi o'ziga. Qaysinisini qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi, qaysinisini qilsam Alloh norozi bo'ladi. Javobni bilgandan keyin Allohni rozi qiladigan ishga yuradi. Falonchiga uylanmoqchiman, rozi bo'larmikin Alloh? Falonchi bilan sherik bo'lmoqchiman, rozi bo'larmikin? Yo men ham bir gunoh ma'siyatga tortib qo'yarmikin? Alloh taolo unga hikmat beradi. Va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira deydi Alloh taolo Baqara surasida. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, bas muhaqqaqki unga ko'p yaxshilik berilibdi. Hikmat. Demak, inson o'zining dunyo ishlarida qaror qabul qilishlikda yo hakim bo'ladi, Robbisi tomonidan hidoyat bilan, rahmat bilan, yo ahmoq bo'ladi. Yo hakim bo'ladi, Alloh bergan hikmat bilan, yo ahmoq bo'ladi. Oma u pulni tijoratingga aralashtirma, shu ozgina chiqayotgan pulga rozi bo'l deb turib hikmat egasi aytsa, yo'q deydi. Ikki aborot qilsam, keyin nima qilaman? Qaytarib beraman deydi va oxiri nima bo'ladi? Endi bu aytadi, ahmoq bo'ladi-da bu. Aytuvdi oshnam o'zi, nima qilmadi? Kichkina muammoingiz bo'lib ketadi, keyin katta bo'lib ketadi. Fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. So'ngra ularning quloqlariga urib, ya'ni Alloh taolo uxlatib qo'ydi ularni. G'orga chiqishdi, g'orga kirishdi, Robbilariga duo qilishdi, Alloh taolo duolarini ijobat qildi, uxlatib qo'ydi ularni. Summa ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayni ahsa lima labithu amada. So'ngra ularning ichida qancha uxlaganlari haqida tortishadigan ikki guruhdan qaysi biri turgan muddatlarini to'g'ri hisoblagan bilish uchun uyg'otdik. Shunda yotishdi, shunda uyg'onishdi. 309 yil uxlashdi. Ularni qancha uxlaganligi haqida musulmonlar ham, kofirlar ham talashib tortishdi. Mana shu yuqoridagi 4 ta oyatda Alloh taolo bu qissani umumiy ko'rinishda bayon qildi. Keyingi oyatlarda esa tafsilotlarni bayon qildi. Bu yigitlar g'orga chiqishdi, duo qilishdi, Robbimiz bizlarni saqla, bu fitnadan asra, qonlarimizni oqilishidan o'zing panoh ber. Robbilaridan so'ragan paytda yana ishlarini to'g'ri qilishini ham so'rashdi. Ko'ring, 309 yil uxlashdi. Ya'ni oldin aytib qo'yapman 309 yilda. Ular duo qilgan paytda o'zlarining muammosini mana shunday suratda, mana shunday bir ajib suratda hal bo'lishligini o'ylab ko'rishganmi? O'ylang, 4-5 avlod almashib ketyapti, bular uxlashyapti. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolo yordam bersa, bir mushkulada siz bilan menga. Agar bizga Alloh mushkulamizda yordam beradigan bo'lsa, biz o'ylamagan tomondan keladi yechim. Biz kutmaganda hal qilib beradi Alloh taolo bu muammoni. Inson aqli bovar qilmaydigan go'zal suratda mushkula tomon bo'ladi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan taqvo qilsa, Alloh unga mahrojni, mana shu mushkuladan chiqib ketadigan joyni ko'rsatadi. Bo'ldimi? Yo'q. Davomi qanaqa edi? Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Bu mushkuladan chiqib ketdi, bo'ldimi? Yo'q.
o'ylamagan, kutmagan tomonidan rizq berib qo'yadi. Bo'ldimi? Yo'q. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuh. Kim Allohga suyansa, bas bu kishining hamma ishlari Alloh taoloning zimmasida. Taqvo qilsin. Yengil kunida ham, og'ir kunida ham. Alloh taolo mushkullardan chiqaradi. Kutmagan joydan rizqini beradi. Endi Allohga haqiqiy suyangan bo'lsa, hamma muammosi Allohning zimmasiga bo'ladi. Yigitlar nima qilishdi? Qavm shirkka berganda taqvo qildimi? Taqvo qildi. G'orga chiqib duo qilishdi. Alloh taolo bularni qanday rizqlantirdi? 300 yil yashagan odamlarning hammasini ketkizdi, bularni qoldirdi. Allohga suyanishudi, hamma muammosi Alloh taoloning zimmasiga bo'ldi. Biz ham shunday qilishlikka qodirmizmi? Biz ham borimizda yo'g'imizda taqvo qilsak, yoshligimizda, qariligimizda taqvo qilsak, Alloh taolo kutmagan joyimizdan beradi har narsani. Va Alloh taolo muammolarimizni o'zini zimmasiga olaman deb va'da beryapti, lekin banda iymoni zaifligidan topshira olmayapti. G'amni topshirib qo'ying Alloh taologa. Sizning ishingiz Alloh aytganda yashash olsin, u yog'ini o'ylamang. Mehnatingizni qiling, u yog'ini o'ylamang. Va amma bi ni'mati robbika fahaddith. Shundan keyin muammolar bitta chiroyli hal bo'layotganda, omad kelib qoldi menga emas. Nima deng? Bu Parvardigorimning menga bergan ne'mati, marhamatini eslab aytib yuring. Nahnu naqussu alayka nabahum bil haqq. Ular qancha uxlagani, qancha turgani haqida bahslar bo'ldi. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, biz sizga ularning hol xabarlarini ro'y rost so'zlamoqdamiz." Ya'ni ro'y rost degan so'zning ma'nosi chindan shunday bo'lgan. Haqiqatda shunday bo'lgan. Voqelikka to'g'ri keladigan narsa. Yahudiylar ham bu qissani o'zlarining kitoblarida juda ko'p bir o'zgartirib yuborishgan edi. Rivoyatlarni buzishgan edi. Mushriklar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni da'vatini so'ndirishlik uchun Yahudiylar o'rgatgan mana shu savolni so'rashdi. G'or egalari haqida so'rashdi. Agar payg'ambarimiz yolg'onchi bo'lganida, ularning gumonicha bu narsaga javob berishlikka qodir bo'lmas edi. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi robbihim va zidnahum huda. Ey Muhammad, biz sizga ularning hol xabarlarini ro'y rost so'zlamoqdamiz. Dar haqiqat ular Parvardigorlarga iymon keltirgan va biz iymonlarini ziyoda qilgan yigitlardir. Inshaalloh surani davomini keyingi juma davom etkazgan bo'lamiz tafsirida. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil